Chuchvara pufakchali gullab qarsillama bo'lib chiqish siri bu xamirni gazli suv bilan tayyorlashda. Og'izda erib ketishini siri esa bu taplyonka yog'larida. Gazli suv va taplyonka bilan biroz yumshoqroq xamir tayyorlab tindirib qo'yamiz. Chuchvara sochli va mazali bo'lish siri bu go'shtga nisbatan piyozni 2 baravar ko'p qo'shishda. Avval piyozni tilla rangda qovurib olib, qiyma, tuz va ziravorlar bilan yana biroz qovurib olsak yetarli. Ehtiyot bo'ling, qiyma qorayib ketmasin. Tingan xamirni o'rta yupqalikda yoyib olib, 7-8 sm li lentalarga bo'lib chiqib va ularni rombik shaklida kesib chiqamiz. Agarda chuchvaralarni hayit dasturxoni uchun muzlatib zagotovka qilib qo'ymoqchi bo'lsangiz, qovurishdan oldin chuchvaralarni eritib olishni unutmang. Aks holda chuchvaralar pufakchali bo'lib gullab chiqmaydi. Katta hajmda chuchvara qovuradiganlar uchun fritur yog'ida qovurishni maslahat beraman. Chunki fritur yog'i pista yog'iga nisbatan 2-3 baravar ko'p chuchvarani ko'pirib ketmasdan bir tekisda tilla rangda qovurib bera oladi. Ushbu retsept asosida bemalol katta hajmda tayyorlab sotuvga qo'ysangiz ham bo'ladi. Retsept sotuv uchun qayta tayyorlanib tekshirilgan.